Xullas bugun buldozer buzildi. Havo -40 edi. -20 ga tushibdi. Chunki quyosh chiqdi. Quyosh ham chotki. Buldozerning generatori ketib, akkumulyatorga tok bermay qoldi. Buldozerni yopdik. Mana bunday qilib polni. Mana atrof oppoq qor. Anaqa buldozer ishlab yotibdi. Mana shunaqa katarpillar. Issiq beryaptimi yo'qmi ko'ramiz. Paka normal. Issiq beryapti. Bag'dan generator ketdi, yana tok bermay qoldi. Mana bu kurler bu havoni isitib beradi motorga. Что mana bunaqa sovuq joylarga issiq havo motorga haydab berish uchun. Topливный apparat. Buniki plunger bo'ladi. Bu topливный filtr. Gidrosilindr, atval, perkos. Keyin ikkita turbina. Mana bu yoqqa ichkariga turibdi. Ikkita turbina, ikkita глушитель и ikkita воздушный filtr. Mana bu yoqqa bu gidrovachok. Bunga 200 litr yog' ketadi. Soya 30. Огнетушитель, olov o'chiradigan. Mana bu yoqqa akkumulyator yachik turadi. Ustini yopib qo'yamiz, shu akkumulyatorlar yaxlab qolmasligi uchun. Shunaqa. Mana bu yerda o'rinni ko'rsa bo'ladi, yog'da o'rinni. Hozir o'techka bor, yog' oqadi bundan. Har smenaga 40 litr yog' solamiz. 24 soatga 40 litr yog'. Mana bu yoqdan o'chib, varonka qo'yib 40 litr yog' solamiz. Mana bu safon bironta havo bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa, mana shu yerdan havo yig'ilib qolsa, mana shu yerdan chiqarib yuboriladi. Bu kichkina filtr, bu katta filtr, ikkita filtr bo'ladi. Keyin mana bu yerga yana bitta temir filtr bor. Mana shu uchalasi musordan, boshqa narsadan saqlab turadi. Shtobi klapan boshqa joyda mayda-chuyda narsalarga musor o'tib ketmasligi uchun. Eshikni ochib qaraymiz. Chexol eski, lekin sidina yangi. O'zbekchilik. Sidina eskirib qolmasligi uchun chexol qo'yilgan. Joystik. Mana bu rexloniki. Mana bu rexlo deydi. Obshi yerni yumshatadigan narsasi. Mana bu narsasi stoyka deyiladi. 2 metrmi, 2,5 metr bo'ladi. Og'irligi 500 yoki 700 kilo. Mana bu atval joystiga o'ngga, chapga ko'tariladi, pastga tushiriladi, yonga, chapga. Mana shuni o'ynatadi. Perkosni o'ynatib, yo'lni tekislasa, buldozerdan tekislab, положение qarab tekis olib yursa bo'ladi. Pribor gidravlika yog'i, motor yog'i, korobkan yog'i, zapravka. Uchalasini datchiklari. Mana motochisa. Xullas bu speedometr emas. Soatga qarab ishlaydi. 24 ming 245 soat.
Bu degani 6 yil ishlagan. Har sezonga 5000 soatdan ishlagan bo'lsa ham 4-5 yil aniq ishlagan. Mana bu yoqqa upravlение. Mana bunday tursa xolastoy oldinga, mana bunday oldinga uramiz, period и назад. Skors 1 bossak, mana bitta bossak 1, ikkita bossak 2, uchta bossak 3. 3 ta положение skorsi bor. O'ngga, chapga и mana blokirovka xotga yurib ketmasligi uchun ruchnoy. Mana bu yoqqa pechka. Mana pechkasi issiq sovuq qiladi. Yana 4 ta skors bor. Keyin gaz. Buni gazi navorot oddiy mashinalarga bosib turilsa, buni qo'yarlar. Qo'yarsa polniy gaz, bossa gaz yo'qoladi. Bu tormoz. Mana bunaqa bosiladi, tormoz. Gaz mana bu yoqdan ko'tariladi. Bitta bosiladi, polniy gaz. Keyin bu yoqdan ligirovka qilsa bo'ladi. Mana bu yoqqa gidravlika, blokirovka, keyin korobka передаchi, keyin bartovoyda avtosi. Avto deganga buni o'zi ligirovka qilib nagurskalarga nimadirni qo'shadi, uni bilmayman aniqini. Mana bu yerga filtr turadi, bu pechkan filtri. Чтоб toza havoni kabinaga haydab berish uchun. Keyin mana bu yoqqa o'tsak, yana bitta akkumulyator joyi. Bu tomonga ham bor, yana bu tomonga ham. Общий 4 ta akkumulyator ketadi. 4 ta akkumulyator zavod ahli. 2 ta stator bor, 4 ta akkumulyator bor. Mana bu yoqdan korobka yog'ini ko'rsa bo'ladi. Bu yoqdan korobka yog' solinadi. Bunga ham 200 litr yog' ketadi. Ikkita zajganiyani o'chirib yoqiladigan anaqasi. Zamok desam bo'ladi. Shu tokdan uzib yoki qo'shib qo'ysa bo'ladi. Mana buni tortib qo'ysa, shu zamkani bo'lgan vaqtda obsha uzib qo'yiladi. Massa yo'qoladi. Massa o'chirib yoqadigan joyi. Keyin mana воздушный filtri, bu tomoniga ham xuddi shunaqa narsa. Ikkita воздушный filtr ikki tomonga almashadi. 500 martachasovga almashtiriladigan воздушный filtr qo'yiladi. Ikkita turbina. Bu yoqqa gulshitel qozoni, qozon deyiladi. Mana shu orqali tepaga havo haydab beradi. Qizib ketmasligi uchun mana shunaqa kattaroq qo'yiladi. Baqqa motorni o'rinni ko'radigan joy. Bu yoqda motorga yog' solinadi. Mana bu kollektor. Kollektordan havo chiqadi. Mana shu turba orqali turbinaga borib, turbinadan qozoniga tushadi, qozondan tepaga chiqib ketadi. Bu kuller. Xullas bu kullerdan воздушный filtrga borib, воздушныйdan turbinaga borib, keyin motorga o'tadi. Bu radiator. Radiatorga 200 litr yog' ketadi. Mana bu yerdan radiatorni suvini tekshirib, radiatorga antifriz yoki tasol solsa bo'ladi. Mana bunaqa qilib tarif yopiladi. Atval silindrlari. Keyin obshi xadavoy. Ko'rinishi D10T. Yangi modeli. Yangi modelga ham 10 yil bo'lgan. Hozir undan ham zo'rlar chiqib ketgan. Bakoylar bor. Конечно, ustum qalin. Bu sovuqqa qalin kiymasa muzlab qotib tulkilarga yem bo'ladi. Odam ehtiyot bo'lish kerak.
Kabina umuman shum o'tkazmaydi, texagina yopsa eshiklarni. Chotki. Xullas generator tok bermay qoldi. Buni hamma sistemasi elektronniy nima desam, solenoy klapanlari bor, hammasi tok bilan ishlaydi, ochib yopilishi, boshqa narsasi tok bilan, mana monitori tok, bular tok bilan ishlaydi, mana bular tok bilan. Oddiy mexanический narsa yo'q bunga. Akkumulyator yo'q degani, tok yo'q degani, buldozer ishlamaydi degani. Avtomatik o'chiradi o'zini. O'zini o'chirgandan keyin bunaqa sovuqqa yaxlab qoladi. Yaxlab qolmasligi uchun polni yopdik, mana shunaqa bir 30 metrmi 40 metrli mana shunaqa brezent deydi. Mana shuni ustiga yopib, tagiga ikkita pushka qo'yganmiz. Shtob tagida tepaga qarab issiq havo haydab turadi. Mana bu saralgan patrubka narsalari yaxlab qolmasligi uchun, yog'lar yaxlab qolmasligi uchun, yog' yaxlab qolsa, saralgan patrubkalar yaxlab qolsa, polni kabina yechib, mana zashitnilar olib, patrubkalar yechib, razberat qilishga to'g'ri keladi. Buning uchun bir hafta yoki 10 kun vaqt ketadi. Shuning uchun pushkani qo'yib, aka nagrevga qo'ydik, qizdirishga. Elektrik keladi, generatorni ko'rib, reli ketganmi, boshqasi ketganmi, shkiftanmi, o'shani ko'rib, to'g'irlab, yana ishlaymiz. Yo'q, ham bitta buldozer turibdi. Bu buldozer xullas hozir ismi Valeriya dedi. Valeriya mana bunaqa joyga cho'p tegib, sinib ketdi. Ozgina kast mustaqil dedi, tegib ketdi dedi. Buldozer shunday oyna shunday joyiga sochilib ketdi dedi. Bu sovuqqa kanishni sochilib ketadi. Nima qilsin, titilib boshqa narsa qilsin. Endi shunday qilib ishlaydimi? Men aytaman unga skotchlab qo'y desam, o'g'lini qanday ko'rib ishlayman dedi. Xullas shunaqa gap. Mana bu nima kamas bartoyaga sak olib kelgan, o'zidan mana tok ishlab chiqarib beradi. Keyin pastga ikkita pushka turibdi, sariq ikkita. Ana shu tagida issiq havo haydab turadi, uni zapravka qilib turish kerak 4-5 soatlarga. Zapravkasi 2-3 yoki 4-5 soatga yetadi. Shunaqa gaplar. Boshqa aytarli hech narsasi yo'q. Buldozerda mana bu yerdan avarinkasi yoqadi. Bironta ошибка ko'rsatsa bu yoqda. Mana bu yerdan qizil yonib o'chadi. Mana faralar, orqa, oldin, yon. Noshniy rejim ham bor. Ratsiya bor. Shunaqa. Bo'ldi, bunaqa qiziq joy qolmadi. Man ko'rinaman. Ko'rinmasam ham farqi yo'q. Shunaqa gaplar, jigarlar. Mana bu yerda mana atval o'ynab ketmasligi uchun mana shunaqa kattakon tiyaga qotirib qo'yiladi. Burgan vaqtda atval mana bunaqa baltatsiya qilmasligi uchun, o'ynamasligi uchun. Olli bit radiator shuncha kattakon bo'ladi. Почти men bo'yim qatori. Men bo'yim 1.85, 1.90 bo'lsa, shu 1.80 lar bor ekan bu radiator. Signal bor, gidromuftasi bor. Gidromufta remont bilan emas, yog' bilan ishlaydi. Yog' bilan shu radiatorda ventilyatorni aylantirib beradi mana shunaqa. Mana bu yerga mana shlaykalar kelgan. Gidromufta ichkariga turibdi. Mana perkos shlaykasi.
bitta podachi, bitta обратка. Ikkita podachi, ikkalasi ham bir-birini tarif mana shu silindrni o'ynatadi. Mana bu yerdan ne borib o'sha yoqqa borgan. Perkosga. Xullas, hammaga xayr.